Xo'p, zapisni boshlaymiz. Xo'p. Maktab sinfi uchun o'quvchilarni boshqarish tizimini yarating. Quyidagi ma'lumotlarni saqlash va boshqarish kerak. O'quvchilar ro'yxati list, har bir o'quvchining reytingi tuple, o'quvchilarning tug'ilgan kunlari dictionary, darsga qatnashayotgan o'quvchilar set. Xo'p, vazifa. Quyidagi talablar asosida dastur yozing. O'quvchilarni qo'shish va o'chirish list. Yangi o'quvchini sinf ro'yxatiga qo'shish uchun append funksiyasidan foydalaning. O'quvchi sinfdan ketganida uni remove yordamida o'chiring. Hop, reytingni ko'rish tuple. Har bir o'quvchi uchun reytinglar tuple shaklida saqlansin. Masalan, baholari 5-3. Reytinglarni chiqarish uchun for siklidan foydalaning. Tug'ilgan kunlarni boshqarish dictionary. O'quvchining ismi va tug'ilgan kunini saqlang. Tug'ilgan kun ma'lumotlarini case orqali ko'rsating. Darsga qatnashuvchilarni boshqarish set. O'quvchilarni add yordamida qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shing. Agar darsga kelmagan bo'lsa, uni ro'yxatdan olib tashlang. Shartli operatorlardan foydalaning. If, elif, else. Agar o'quvchi ro'yxatda bo'lmasa, qo'shimcha xabar chiqaring. Agar reytingi yaxshi bo'lsa, uni tabriklang. Hop, o'quvchilar Ali, Vali, Laylo, Mavluda, reytinglar tuple. Hop, reytinglar Ali 5-3, Vali, hop, mana shu daniylar mavjud daniylarimiz. Yangi o'quvchi ismini kiriting. Hop, misol uchun Dilshod deyapti. Dilshodning tug'ilgan kunini kiriting. Hop, year, month, day. O'chiriladigan o'quvchi ismini kiriting. Vali. Hop, darsga qatnashayotgan Vali deganda o'shanda Valini o'chirib tashlash kerak bu odam. Hop, darsga qatnashayotgan o'quvchini kiriting. Hop, Dilshod. Dilshod endi kirib keldi. Endi darsga qatnashuvchilarga Dilshodni qo'shish kerak. Hop, darsga kelmagan o'quvchi ismini kiriting. Ali. Demak, Alini boyagi setdan o'chirib tashlash kerak. Hop, Dilshod ro'yxatga qo'shildi. Chiqishda shunaqa chiqib kelish kerak. Dilshod ro'yxatga qo'shildi. Vali ro'yxatdan o'chirildi. Chunki Vali chiqib ketdi umuman. Hop. Endi o'quvchilar va ularning reytinglari. Ali deb turib 5-3 bo'lsa, Alining reytingi yaxshi. Hop, Laylo 5-5-5 bo'lsa, demak, hop, demak, agar o'rtacha reytingi bo'ldi, tushunarli. Demak, o'rtacha reytingi 5 bo'lsa, misol uchun bitta 5-3 deyilgan, 5 bilan 3 qo'shsa 3-4 bo'ladi. Reytingi 4 bo'ladi. Agar misol uchun o'zi 4-4-5 bo'lsa, misol uchun reytingi undan общий hisoblaganda 4 bo'ladi. Agar 5-5-4 bo'lsa, unda уже 5 bo'ladi. Demak, u 5-5-4da o'rtanchasi 5 bo'ladi. O'rtanchasi agar yirik bo'lganda anaqa qilib 5 qo'yadi, округлить qo'yadi. Xo'p, Layloning reytingi a'lo. Tabriklaymiz, chiqib kelish kerak o'sha 5 ga округлить qilganda. Qolganlarda demak chiqarmas ekanmiz. Dilshodning reytingi 0 bo'lishi kerak ekan. Tushunarli. Demak, reytinglarga Dilshodni qo'shish kerak. I 0 bilan. Xo'p, tushunarli. Endi o'quvchilarning tug'ilgan kunlari. Xo'p, Ali palonchi, Laylo, Mavlud, Dilshodniki ham chiqib kelishi kerak. Xo'p. Demak, Dilshodni biz qo'shamiz. Boshida Dilshod chiqib keladi, ro'yxatga qo'shildi deb. Uni qo'shamiz reytinglar ro'yxatiga, uni qo'shamiz tug'ilgan kunlar ro'yxatiga va oxirida uni qo'shamiz qatnashayotgan o'quvchilar ro'yxatiga. Mana qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shildi deb turib, keyin chiqarish kerak. Bu yerda keyin Ali qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi deb chiqarish kerak. Demak, hop, demak bundoq qilar ekanmiz. Birinchi bo'lib Dilshod ro'yxatga qo'shildi deymiz. Valini ro'yxatdan olib tashlaymiz. Dilshodni har bitta ro'yxatga qo'shib chiqamiz. Hop, keyin
o'quvchilar va ularning reytinglari. Bu yerdan valini umuman olib tashlash kerak. Demak, hop, demak kodni yasashga o'tamiz. Mana bu dannilarni kodga ko'chirib olaman. Faqat mana shu dannilarni ko'chiraman. Hop. Endi yengilroq bo'lishi uchun bu yerda tepada mana bu birinchi qilgan ishlagan nimam turibdi. Birinchi undan oldingi ishlaganim. Hop, o'quvchilar mana tayyor. Hop, keyingisi reytinglar dictionary'si, ya'ni lug'ati. Hop, reytinglar degan lug'at. Ko'rishimga qulay bo'lishi uchun bundoq qilib olaman. Hop. Shundoq qilsam. Hop. Endi keyingisi. Tug'ilgan kunlar degan lug'at. Bu reytingda tapilda turibdi. O'zi lug'atda turibdi. Nimaga? Chunki ismini yozganda uni reytingga chiqib kelishi uchun. Hop, ChatGPT endi bizga kerak emas. Bu yerda Google account haqida. Hop. Bizada sezadigan bo'lsak, bu ma'lumot turlari alohida rangda bo'lib turibdi. Nima uchun? Chunki bizada keylar hozir bu yerda string ma'lumot turida kelyapti, bular tuple ma'lumot turida. Bu yoqda keylar ham value'li string ma'lumot turida kelyapti. Hop, keyingi qiladigan ishimiz. Hop, endi o'quvchilar ro'yxati tuzildi. Reyting ro'yxati ham tuzildi. Endi bitta qoldi. Ya'ni nima qoldi? Darsga qatnashayotgan o'quvchilar ro'yxati qoldi. Set. Hop, bu yerga bitta narsani tushunmadim. Dilshod bilan Laylo turibdi. O'zi Mavluda ham bo'lishi kerak-ku. Yoki reyting yaxshi bo'lmaganlarni ham olib tashlaymizmi darsga qatnashayotganlardan. Bitta o'sha narsani tushunmadim. Mayli, agar Dilshod bilan Laylo chiqib kelishi kerak bo'lsa. Endi hop. Darsga qatnashayotgan o'quvchilar. Mavluda ham qatnashyapti darsga. Dilshod ham endi qatnashishni boshladi. Hop. Mayli, qo'shishga harakat qilamiz. Layloni qo'shib qo'yamiz. Alini qo'shib qo'yamiz. Mavludani qo'shmaymiz. Keyin oxirida Ali qatnashuvchilardan olib tashlanadi. Shunda faqat Laylo qoladi. Oldiga Dilshod qo'shiladi. Menimcha Mavludani ham qo'shib qo'yaverish kerak. Menimcha. O'shanda o'quvchilar mana list olamizda. Xuddi shunaqa bitta set yaratamiz. O'shanda biza hop o'shanda bundoq qilaylik. Qatnashuvchilar deylik. Qatnashuvchilar degan bitta set yaratamiz. U o'quvchilarni seti bo'ladi.
tashiylik. O'quvchilar Ali, Vali, Laylo, Mavluda bo'ladi. Xuddi shularni seti bo'ladi. Ali qatnashuvchilardan chiqib ketadi. Vali umuman guruhdan chiqadi. O'shanda Laylo bilan Mavluda qoladi Dilshod ularga qo'shiladi. Xo'p. Endi kodni yasashga o'tamiz. Asosiy, основной kodni yasashga o'tamiz. Xo'p, Dilshodni endi mana bizga sразу bulut chiqib kelishi kerak. Yangi o'quvchi ismini kiriting, ning tug'ilgan kunini kiriting, o'chiriladigan o'quvchi, darsga qatnashayotgan, darsga kelmagan. Birinchi bo'lib shular so'raladi bizdan. Xo'p, shunda biz aytamiz. Aytaylik, birinchi o'quvchi deylik. Oson bo'lish uchun oddiy A deb qo'yamiz. Xo'p. A deymizda input qilamiz. Yangi o'quvchi ismini kiriting deymiz. Xo'p, yangi o'quvchi ismini kiriting deymiz. Probel qilib qo'ysak. Dilshod deydi. Hop. Keyin aytamiz. Buni как tug'ilgan kuni bo'lgani uchun birthday qilib qo'yamiz. Hop. Keyin bitga aytamiz. 2025-11 buni. Ning tug'ilgan kunini kiriting deyish kerak bitda input qilamiz. Buni f-string ga olamizda. Endi A qilamiz. A ning tug'ilgan kunini kiriting. Yo'da instruksiya beramiz. Year. 4ta year. 2ta months. ikkita day bo'lishi kerak. Bunaqa qilib qo'yamiz probel bilan. Xo'p. Uni kiritadi. Keyin biz o'zi bunaqa qilishimiz kerak. O'quvchilarga sразу append qilib A qilib qo'yishimiz kerak. Keyin mana bitta reytinglarga ham bitta key ochish kerak. 0-reytinglar bilan. Ya'ni reytinglar deymizda. Reytinglarda turib A deymizda. Bu yerda tuple ochamiz. 0 qilamiz. Xo'p. Keyin B ni kiritgandan keyin biz tug'ilgan kunlarga qo'shamiz. A deymizda. Teng bu yerda B deb qo'yamiz. Ya'ni BD qilib qo'yamiz. Birthday. Hop. Tug'ilgan kunini qo'shdik. Keyin nima deymiz? O'chiriladigan o'quvchi ismini kiriting. Hop, o'chiriladigan o'quvchini aytaylik O deylik. Elimda o'chib qo'yaylik. O'chiriladigan input qilamiz. Hop. O'chiriladigan o'quvchi ismini kiriting. Ismini kiriting deymiz.
Probel bilan qilib qo'yamiz. Keyin misol uchun vali dedi. Biza hamma yoqdan valini o'chirib tashlaymiz. Birinchi bo'lib o'quvchilardan o'chiramiz. O'quvchilardan hop biza listdan remove qilib o'chirishimiz kerak edi. Bizada zadaniyada berilgan edi. Ochiq qo'yamiz. Hop, o'quvchilardan o'chirdik. Endi reytinglardan o'chirish kerak. Hop, biza diktdan o'chirish uchun hop del qilamiz. Del reytinglar qilamizda. Bu yerda ochiq qilib qo'yamiz. Hop, keyin tug'ilgan kundan ham o'chirish kerak. Mana qatnashuvchilardan o'zi shundoq ham o'chib ketishi kerak. Adashmasam, hozir bitta print qilib ko'ramiz. Hop, endi qilamiz del tug'ilgan kundan o'chiramiz. Ochiq qilamiz. Endi oxirida bunaqa qilamiz, print qilamiz. Hop, printni qatnashuvchilar qilamiz. Qani bitta ko'ramiz qanday ishlaydi. Yangi o'quvchi ismini kiriting. Mana bitta menda inputda nimaga bu turibdi? Mana bitta nima desa bo'ladi? O'zim uchun как nima qilib ko'rdimda. Ctrl-C qilsak. O'zim uchun bitta trenirovka qiluvdim. Shuning uchun hop, Dilshod. Hop, Dilshodning tug'ilgan kunini kiriting deymiz. 2005 11:20. Eslab ham qolma. O'chiriladigan o'quvchini kiriting, vali. Hop, demak bu yerda turgan ekan. Demak bu yerdan ham o'chirib tashlash kerak ekan. Hop. Tushunarli. Qatnashuvchilar qilamiz. Qatnashuvchilar qilib discard qilamiz. Discard qilib ochiq qilamiz. Hop, bitta clear. Hop. O'chiriladigan o'quvchini o'chirib tashladik. Keyingisi darsga qatnashayotgan o'quvchini kiriting deymiz. Endi qatnashayotgan qilamiz. Input darsga qatnashayotgan o'quvchini kiriting. O'quvchini kiriting. Hop. Darsga qatnashayotgan o'quvchini kiriting deymiz. Misol uchun Dilshod yozdi. Buni sirazi qatnashuvchilarga qo'shib qo'yamiz. Qatnashuvchilar add qilamizda. Bu yerda qilib qo'yamiz. Hop. Darsga kelmagan o'quvchini kiriting deymiz. Kelmagan deylik mayli. Hop, input qilamiz. Darsga kelmagan o'quvchini kiriting deymizda. Bu yerda nimani kiritsa, qatnashuvchilardan
olib tashlaymiz. Ya'ni discard qilamiz. Kelmagan. Chunki bu yerda nimaga discard? Chunki agar mabodo hamma kelgan bo'lsa, keyin misol uchun hech kim deb yozsa, u hech kim degan key topolmaydi. Ya'ni hech kim yo bu yerda setga o'tmoqchi. Hech kim degan value ni topolmaydi. Ya'ni set ichida hech kim degan stringni topolmaydi. Shunaqa qilib hech narsani o'chirmaydi. Error ham qaytmaydi. Xo'p. Darsga kelmaganini o'chirdim. Endi oxir print qoldi. Print qilamiz. Printda nima bo'ladi? Xo'p, mana shu общий chiqishi bitta print bilan qilsa ham bo'ladi. O'zi har bittasiga print yozib o'tirmasdan bitta print bilan qilsa ham bo'ladi. Xo'p, aytiladi. Dilshod ro'yxatga qo'shildi deymiz. Birinchi bo'lib f-string ochamiz. Xo'p, bu yerda a deymiz-da. A ro'yxatga, ya'ni a dotganim bu yerda nima ism yozsa, xohlasa Dilshod yozadimi, xohlasa Jamshid yozadimi, xohlaganini yozadi. Xo'p, ro'yxatga qo'shildi deymiz. Ro'yxatga qo'shildi. Kemda ayin qilamiz-da. Ro'yxatdan o'chirildi deymiz. Bu yoqqa tochka qo'yish kerak ekan. Keyin mana bu ro'yxatdan o'chirildi deymiz. U kim? U ro'yxatdan o'chirilgan odam. Och ro'yxatdan o'chirildi. Betga ikkita qo'yib qo'yaylik. Hop. Keyin yana ikkita qilamiz-da. Keyin aytamiz. Nima qilaylik? O'quvchilar rollarining reytinglari. O'quvchilar rollarining reytinglari deymiz-da. Aytmoqchi biz bu yerda bu yoqda aytmoqchi. Biz bu yoqda nimadan chiqarishimiz kerak? Fordan chiqarishimiz kerak. Bo'ldi, tushunarli. Buni forga qo'yish kerak. Demak, buni paka qilmay turamiz. Mana shunday qoldiramiz. Hop, endi for qilamiz-da. Hop, endi forga tiqib o'ramiz. Bu yerda ikki xil chiqish kerak. O'shanda for bilan ifga tiqib o'ramiz. Yana key value beramiz. Hop. Key value. Numdobot. For key value qilamiz-da. In birinchi reytingga chiqyaptimi? Tushunarli. Reytinglar. In reytinglar. Items deymiz. Keyin birinchi bo'lib nimani reytingga chiqarish kerak u birinchi bo'lib. Print qilamiz. Buni f-string ga olamiz. Key value berish uchun key qilamiz-da. Key qilib turib, keyin knock qilamiz-da. Keyin value qilamiz. Xo'p, o'shanda birinchi ismi chiqadi, reytingga chiqadi. Hop, keyin reyting yaxshi bo'lsa, yaxshini chiqarish kerak. Hop, birinchi bo'lib mana ismi bilan reytingini chiqardik. Endi tekshiramiz. Agar valuesi yo'q. Agar sum
Tushunmadim. Agar sum value bo'lganda len value'ga, ya'ni har bittasini summasi, ya'ni 5 tur 3 summasi 12 bo'ladi. 3 ga, ya'ni uzunasiga bo'lganda, 3 ga bo'lganda bu yerda rovna 4 chiqadi. Aytmoqchi, uslovga qo'ymadim. Agar shu katta bo'lsa, katta emas. To'g'ri, katta bo'lsa 4dan. Или teng bo'lsa 5 ga qilib qo'ying. Baribir округлять qiladi-yu. To'g'ri. Teng bo'lsa 5 ga yozamiz. K'ning reytingi a'lo. Print qilamiz. Ning reytingi a'lo. Tabriklaymiz deymiz. K'ning reytingi a'lo. Mana bunaqa yozish kerak ekan. F-string qilamiz. Bunaqa qilib turib, K qilamiz-da. Ning reytingi a'lo deymiz. Bunaqamidi? Keyin tabriklaymiz. Tabriklaymiz deymiz. Yoki elif agar summa ven summasi teng bo'lganda, ya'ni butun son chiqarib berish, ya'ni bo'lganda butun sonini chiqarib beradi, ya'ni округлять qiladi. Agar teng bo'lsa 4 ga yozamiz, print. F-string ochamiz. Bunaqa qilib turib, K'ning reytingi yaxshi deymiz. Bitta undov belgisi kerak ekan. Reytingi yaxshi deymiz. Xo'p. Yo'masa hech narsa qilmaymiz, baribir. Bitta hammasini ishlatish kerak deyilgan, else ham ishlatish kerak. Yo'masa davom ettiramiz. Continue qilib qo'yaylik. Else continue. Xo'p. Endi yana bitta yasashimiz kerak. Faqat boshqa danni olish kerak, yoki xuddi shuni olsak ham bo'ladi. Key value. Manimcha K1 value 1 olamiz. In qilamiz-da, tug'ilgan kunlar. Tug'ilgan kunlar items deymiz. Hop, keyin bu yerda просто print qilib ketaveramiz. Print qilamiz-da. Bitta ham f-string olaman. K1 deyman. Bunaqa qilib turib, value 1 deyman. Faqat bitta narsa, o'quvchilar va ularning reytinglari degan narsa yozish kerak. Baribir yozilar ekan narsa. O'quvchilar va ularning reytinglari degan narsani yozib qo'yish kerak ekan baribir. Hop, nima qilamiz-da? O'quvchilar va ularning reytinglari deymiz. Keyin bu ketadi. Keyin yana bitta print qilish kerak. Hop, o'quvchilarning tug'ilgan kunlari deymiz. O'quvchilarning tug'ilgan kunlari. Bitta bunaqa qilish kerak edi. Bunaqa qilish kerak edi. O'quvchilarning tug'ilgan kunlari dedik. Keyin sразу
bizani siklimiz ishlab ketyapti. Hop, keyingi qiladigan ishimiz ikkita o't qo'zg'aramizda. Bu yerda print qilamiz. Buni ham f-string qilamiz. Endi ikkita o't qo'samizda. Dilshod qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shildi deymiz, ya'ni A. Bizda A qo'shildi qatnashuvchilar ro'yxatiga. Qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shildi deymiz. Keyin tochka ham qo'shish kerak ekan. Tochka. Hop, keyin qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi deyish kerak ekan. Bu yerda yana setni ham chiqarish kerak ekan. Mana shuni hammasini bitta printda qilsa bo'ladi. Hop. Qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi deyish kerak ekan. Qilamiz-da. Och qilamiz. Och. Qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi deymiz. Keyin buni ham tochka qo'yish kerak. Hop, darsga qatnashayotgan o'quvchilar deymiz-da. Darsga qatnashayotgan o'quvchilar deymiz-da. Keyin dain qilib turib, keyin bu yoqdan qatnashuvchilarni qo'yib qo'yamiz. Shu bilan test qilamiz. Hop, endi bu yoqda kirishda Dilshod deymiz. 2005 11:20 tekshirish uchun. Hop, mana 2005 11:20 Dilshod 2005 11:20 Vali Dilshod Ali deymiz. Vali Dilshod Ali. Lenda qolib ketibdi. Hop. Qani bitta Ctrl C qilamiz-da, clear qilamiz. Bitta run qilamiz. Dilshod deymiz. 2005 11:20 Vali Dilshod Ali. Ali. Bo'ldi. Ama, конечно. Qilish kerak edi. Nima bitta ham mana shunaqa qilsak, bizga udobniyroq bo'ladi. Hop. Bunaqa turib clear qilsak, endi ochamiz-da buni. Run qilamiz. Dilshod 2005 11:20 Vali Dilshod Ali. Hop, endi tekshiramiz. Dilshod 2005 11:20 Vali Dilshod Ali. Dilshod 2005 11:20 Vali Dilshod Ali. Hop, Dilshod ro'yxatga qo'shildi. Bunaqa qilib qo'yaylik. Сравнивать qilamiz. Solishtiramiz. Qanchalik to'g'ri yozilgan. Masshtabini kichraytirishim kerak. Hop, mana.
chiqish. Mana chiqish. Dilshod ro'yxatga qo'shildi. Hop, gap yo'q. Vali ro'yxatdan o'chirildi. Gap yo'q. O'quvchilar va ularning reytinglari. Ali 5-3. Alining reytingi yaxshi. Hop. Laylo 5-5-5. Layloning reytingi a'lo. Tabriklaymiz. Mavluda 3-3. Dilshod 0-0. Endi o'quvchilarning tug'ilgan kunlaridamiz. Ali 2005-05-10, 05-01. Laylo 2005-09-12. Mavluda 2004-12-25. Hop, Dilshod 2005-11-20. Endi Dilshod qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shildi. Ali qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi. Bu yerda Vali o'chirildi. Nimaga? Nimani o'chirib qo'yuvmidim? O'tchi o'chiruvmidim? Demak, mana bu yerda Alini emas, kelmagan. Qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi deb kelmagan deyish kerak edi. Ana endi boshqatdan qilamiz. Ana endi boshqatdan tekshiramiz bitta oxirgisi. Dilshod 2005-11-20. Vali, Dilshod, Ali. Mana endi hop, shu paytgacha bo'lgan joyi shundayligicha qoldi. Dilshod ro'yxatga qo'shildi. Hop, Vali ro'yxatdan o'chirildi. O'quvchilar bilan reytinglari 5-3. Vali reytingi yaxshi. Hop, a'lo, tabriklaymiz. O'quvchilarning tug'ilgan kunlari. Mana bitta mana. Dilshod qatnashuvchilar ro'yxatiga qo'shildi. Ali qatnashuvchilar ro'yxatidan o'chirildi. Endi darsga qatnashayotgan o'quvchilar. Dilshod, Mavluda, Laylo. Dilshod, Laylo. Mavludani endi olib tashlamadim. Nimaga? Chunki Mavluda qatnashmayapti yoki Mavluda uch olgani uchun bo'ldi, o'chirib tashlandi darslardan degan joyi yo'q. O'shaning uchun men qo'shib qo'yurdim. Atak bilmadim. Bu yerda qo'shilmagan ekan. Hop. Bo'ldi, shu bilan koding tugadi.